O'tgan 2025-yil yurtimiz sportchilari uchun zafarlarga boy yil bo'ldi. Jumladan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo'lib o'tgan 2025-yilgi yoshlar Paraosiyo o'yinlarida mamlakatimiz sportchilari 99 ta oltin, 57 ta kumush va 41 ta bronza medalni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Ular orasida surxondaryolik 16 yoshli Husniya Olimjonovaning 8 ta oltin medalni qo'lga kiritishi tarixiy voqeliklardan biri bo'ldi. Muxbirimiz chempion qiz va uning oila a'zolari bilan suhbatlashib qaytdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo'lib o'tgan 2025-yilgi Yoshlar Para Osiyo o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasining ulkan muvaffaqiyatga erishgani haqida eshitmagan odamning o'zi yo'q. Ayniqsa ushbu g'alabada Termiz tumani vakili, O'zbekiston para yengil atletika terma jamoasi a'zosi 16 yoshli Husniya Olimjonovaning hissasi katta bo'ldi. Husniya Olimjonova bir vaqtning o'zida 8 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Qahramonimiz Surxondaryo viloyati Termiz tumani Navro'z mahallasida istiqomat qiladi. Dunyoda shunday g'alabalar borki, ular raqamlarda emas, balki yuraklarda qoladi. Dubay arenasida Husniya Olimjonova qo'lga kiritgan natijalar aynan shunday g'alabalar safiga kirdi. U yosh bo'lishiga qaramay, matonat va qat'iyat namunasini ko'rsatdi. O'smirlar toifasidagi bahslarda yugurishning 100, 200, 400, 800 va 1500 metr masofalari, shuningdek yadro uloqtirish, balandlikka sakrash va uzunlikka sakrash yo'nalishlarida ishtirok etib, jami 8 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu natija nafaqat sportchi, balki butun mamlakat uchun yuksak iftixor manbaiga aylandi. Ayni kunlarda qahramonimiz oilasi bilan birga yutuq quvonchi, hayajonli lahzalar hali ham xonadonni tark etmagan. Chempionning ota-onasi qizining bu muvaffaqiyatini tarixiy voqelik sifatida qarshi olishdi. Xo'jayinim baribir o'zlari sportsmen bo'lganliklari uchun qizlarimni 4 tasini ham mashq qildirardilar. Lekin hammasi qochib ketardi. Qizlarim boshqalar charchab qochib ketardi, lekin oxirida mana shu Husniya qolib ketardi-da. Husniya bilan 2 soatlab, 3 soatlab mashq qilsam, Husniya charchoq nimaligini bilmasdi. Bu yoshligidan o'zi bor edi-da Husniyada nimadir. Men bitta oltin medal kutuvdim, bitta olib kelsa ham deb kutuvdim. Oxirgi kun nima bo'layotganini bilmayman. Xo'jayinim telefonni yoqda, senga nimadir yuboraman dedilar. Qarasam 8 ta oltin medalda, quloqlarimga ishonmayman. Hech narsa u paytdagini men til bilan sizlarga hozir ayta olmayman. U aytsam bir kitob, onani sevinchi, onani quvonchlari, mehnatlarimiz bir hafta 3-4 kun ichida butun bir 20 yil, balki 20 yil, 18 yil qilgan mehnatlarimiz natijasi bo'ldi. Davlatimizga rahmat aytaman, qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Sportdagi dastlabki qadamlar, mashg'ulotlardagi qiyinchiliklar, g'alabaga yetaklagan bu jarayonlar hech ham yoddan ko'tarilmaydi. Bu yutuq nafaqat oilaga, balki barcha o'zbekistonlik yurtdoshlarimizga quvonch va faxr hissini uyg'ota oldi. Men shuncha o'zim medal to'qimaganman, lekin shunchalik xursand bo'ldim. 8 ta medal olganda shuna keldida o'ziga bitta medal, endi 3 tasini ko'tarib kelgan, 8 ta oltin medalni shunday xursand bo'ldim-da men. Bittasini men kutmagan edim. Shuna menga kelib to'xtadi-da. Men o'zimcha o'zimizni katta-katta musobaqalarga oltin olgandek his qilyapman-da. Qaysi sohasiga qiziqsa, shu yigitmi, qizmi yo'naltirish kerak ekan. O'zbekistonimizda mana hamma tinch, shuna yurtga yashaganimizdan xursandmiz. Yoshlarga e'tibor zo'r, faqat intilish kerak ekan. Bugun Husniya Olimjonova nafaqat mahallasi, balki butun O'zbekiston yoshlari uchun iroda va iftixor timsoliga aylandi. Uning g'alabasi minglab tengdoshlariga ilhom, yuzlab sportchilarga ishonch bag'ishlamoqda. Qo'lga kiritilgan natijalar ortida esa katta mehnat, sabr, qat'iyat va albatta vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat bor. Raqiblar kuchli bo'ldi, hammasi. Biz ham lekin o'zimizga ishongan holatda davlatimiz kutib o'tiribdi, naryoqda oltin medalsiz qaytmaysan Husayn deb va'da berdim. Dubayda ham aytganman shu gapimni. O'zimga o'zim va'da bergan. Birinchi kun musobaqaga chiqish vaqtim hayajon juda kuchli bo'ldi, chunki birinchi marta xalqaroga chiqishim. Shu stadionga kirdim. Bitta maqsad shu oltin medal bilan chiqib ketishim kerak mana shu stadiondan deb o'zimga o'zim maqsad qildim, niyat qildim. Bordim, sakradim. Reytingda O'zbekiston birinchi o'rinda turibdi. Intizor bo'lib kutib o'tirgan ota-onam, vatanimiz ishonganda, siz uchun ishonib o'sha yoqqa jo'natganini o'zi bir biz uchun mas'uliyat his qilgan holda biz o'zimiz kurashib, o'shanaqa qilib chempion bo'ldik, Xudoga shukr. Endi bundan buyog'iga ham Xudo xohlasa O'zbekiston bayrog'ini yanada ham yuqorilariga ko'tarib, prezidentimiz yana ham ishonchlarini oqlayman degan umiddaman.
Sportda g'alaba faqat natija bilan o'lchanmaydi. U inson irodasi, sabr bardoshi va maqsadga bo'lgan ishonch ramzidir. Husniya Olimjonovaning erishganlari O'zbekiston yoshlarining salohiyati, parasportga berilayotgan e'tibor va kelajakka ishonchli qadamlarning yorqin ifodasidir. Shubha yo'qki, qahramonimiz kabi irodali sportchi yoshlar bor ekan, O'zbekiston bayrog'i xalqaro arenalarda yana ko'p bora balandlarga ko'tarilaveradi.